Xitoyning yig'ib olish lagerlarining qurbonlarini yod etish va Xitoyga qarshi namoyish o'tkazish uchun Sharq Turkiston fidoyilari Norvegiyaning poytaxti Osloda jam bo'ldi. Xalqaro kishilik huquq komitetining Osloda ochadigan yig'ini munosabati bilan o'tkaziladigan Xitoyga qarshi kishilik huquqni qo'g'dash namoyishiga Sharq Turkistonliklar bilan birga rayon xalqi ahamiyat berdi. Shuning bilan bir vaqtda Istanbulda faoliyat elib berayotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon boshchiligidagi hay'at Zaytunburunni shahar boshlig'i Ömer Arsoyning taklifi bilan suhur ziyofatiga qatnashdi. Hidoyatullo O'g'izxon Arsoy apandi bilan Sharq Turkiston masalasi va Istanbulda yashayotgan Uyg'urlarning iqomat ruxsati qatorliq masalalar haqida fikr almashtirdi. Xitoy kommunist doiralari Sharq Turkistonda 3 milliondan ortiq turk musulmonlarni lagerlarga qamab, ularni turli ximiylik dorilar va qiyin qistoqlar orqali qatl qilayotgan bir paytda Xitoyning chet eldagi diplomatiya organlari xalqaroning bisimiga taqobil turish uchun iftor ziyofati o'rinlashtirmoqda. Xitoy Sharq Turkistonda namoz, ro'za, zakot va haj qatorliq islomning asosli ibodatlari bilan birga islomga tava bo'lgan barliq narsalarni cheklayotgan bir paytda Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi 27 may o'tkaziladigan iftor faoliyatiga Turkiyadagi Uyg'ur o'quvchilarni taklif qildi. Eron Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Abbas Musavi Eron taratqullarining ziyoratini qabul qilganda Amerika bilan ko'rishganligi haqidagi so'zlarni inkor qildi. Vositachilar orqali uchrashishlarning boshlanganligi haqidagi so'zlarni inkor qilgan Musavi Amerika bilan Eron orasida bevosita yoki vositali holda biror uchrashish bo'lmadi dedi. Amerika Donald Trump hukumati 2015-yili imzolagan Eron yadro kelishimidan 2018-yili 8-martda chekinganligini e'lon qilgan edi. Orqadan Tehronning neft eksportiga qarata embargolar yurgizildi. Amerika bu yil aprelda Eron inqilob muhofizatchilari armiyasini terrorlik tashkiloti tizimligiga kirgizgan edi. Yevropa parlamenti saylamining rasmiy bo'lmagan natijasiga asoslanganda ko'chmanlarga qarshi oshqon 10 partiyalar bilan yeshillar erishgan bilet sonida eshish markaziy partiyalarning ovoz sonida tushish ko'rilgan. Yevropa parlamenti tarafidan saylam natijasiga asosan e'lon qilingan taxminlar ittifoq tarafdorlarining hali ham Yevropa parlamentida 4 dan 3 qism o'rinni egallaydiganligini, shuning bilan birga millatchi partiyalar bilan yeshillarning ko'rinarli darajada oshqonligini ko'rsatdi. Jami 751 nafar parlament a'zosidan tashkil topgan Yevropa parlamentida Yevropa Xalq partiyasi oldingi qatorda turmoqda. Rossiya Shimoliy floti qarashliq 3 paraxotning Shimoliy Muz okeanidagi Rossiya bilan Norvegiya orasidagi Barenets dengizida havo mudofaa manevri o'tkazilganligi bildirildi. Manevrda yana paraxot qistonchiligi yuz bergan rayonda guruh holatida manevr o'tkazish taktikalari va mudofaasiz holatdagi paraxotlarni qo'g'dash faoliyatlari olib berilgan.